Farg'ona marg'ilonliklar ushbu videomizni o'tkazib bormasdan ko'rasizlar. Biz taxta bazaga kelganmiz. Mana bu yerda ko'rsalaring, mana vagonlar hozir yana keldi. Tushirishga bolalar ulgishmayapti mana. Birinchi vagonimiz turishyapti. Bu yerda kelasiz, qurilishga muvofiq hamma narsa bor. Hozir mana Sobirxon akam o'zlaridan narx-navolar eshitasizlar. Sobirxon aka, narx-navolar qanday bo'lyapti bu yerda? Narx-navolar arzon. Xo'p. Tirikchilikka qiladiganlarga ham, shu imoratga ham hammaga tushaveradi. 70 mingdan boshlanadi 6 metr strapila. Sharoitga qarab endi 70 mingligini misol yengilroq joylarga, katta strapilalar bor mana. 10 to'r bor. 10 to'rliklar ham hammasi ko'ryapsiz toza. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, manzilimiz Qo'shtepa, Qumtepa, Satkey mo'siga yetmasingizdan 10 qo'lda Global Textilda yonida. Nomerlarni opisaniyada qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib telefon qilib kelaverasizlar. Salomat bo'linglar. Oltaxtalar tayyor shpont holatda chiqib, mana mashinaga yuklarni olib ketishyapti. Materiallari 100% sasna bo'ladi. Go'zalligiga baho berasizlar bular. Buni kraska qilinmaydi, faqat laklanadi. Bitta lak surtasiz, kraskadan ko'ra bo'ladi. Material sasna. Bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Instagram'larni ham profillarni atletga qo'yamiz, nomerlarni qoldiramiz. Salomat bo'linglar. Manzilimiz o'sha Global Textilda oldida, Qumtepa yo'nalishi, Qo'shtepa tumani.